Hissiyot aqlga bo'ysunmaganda. Muhabbat, ayniqsa birinchisi, eng go'zal his-tuyg'u. Qizig'i, ba'zan uning haqiqiy va soxtaligini tushunmaysan. U qalbga uchqunday tushib, uni tinch qo'ymaydi. Yoqtirib qolgan odaming uchun osmondan oyni olib berishga, har qanday ishni bajarishga tayyor bo'lasan. Ajablanarlisi, muhabbat sehri xunuk insoniyni go'zal, yaramasni oliyjanob qilib ko'rsatadi. Axir xalqimizda sevgining ko'zi ko'r bo'ladi deb bekorga aytishmagan. Gulnora ota-onasining arzanda qizi edi. Otasi zargar, qizining oilada aytgan, degani. Kollejda esa uning xayolini Asror ismli yigit band qilgan. Asror o'qishdan ko'ra ko'chani yaxshi ko'radigan bo'lsa-da, undan ko'pchilik zirillardi. Bunday bolalar haqida maktabni, kollejni qo'lga olgan deyishar. Faqat Asror maktabni, keyin kollejni aql yoki bir ezgulik, hammaning esida qoladigan yaxshilik bilan emas, balki zo'ravonlik, kuch bilan qo'lga olgan edi. Nimagadir Gulnoraga yigitning aynan shu jihati ko'proq yoqardi. U yigiti yonida chiroyli kiyinib, o'zini muloyim tutib yoqishga harakat qilsa-da, ammo Asror qizga e'tibor bermas, faqatgina bir nima kerak bo'lsa murojaat qilar edi. Masalan, ko'chirish, ruchka, daftar. Aynan Asror uchun u doim sumkasida ortiqcha ruchka va daftarlar olib yurar edi. 10-sinfda o'qib yurishganda kollejda ham Vatan himoyachilari kuniga qimmat atir, chiroyli ko'ylak sovg'a qilgan. Yigit unga javoban hech nima bermagan bo'lsa ham Gulnora xursand edi, chunki Asror oilasining ahvoli yaxshi emasligini bir necha bor tushuntirgan. Bu yil 8-martda esa Asror nechukdir Gulnoraga gul sovg'a qildi. Hatto uni shahardagi kafega taklif qildi. Gulnora ham ota-onasiga aytmay u yerga bordi. Suhbatlashib o'tirganda Asror unga chiroyli sovg'a berdi. Gulnora bilan Asrorning uchrashuvlari ko'paya bordi. Zargarning qizi qo'lida har doim yangi uzuklar, chiroyli sirg'alar yaltirab turar edi. Asror kollejni tamomlagach unga uylanishini aytdi. Qiz xursandligidan o'zini qayerga qo'yishni bilmasdi. U endi kollejni bitirdi. Yoqtirgan yigitdan sovchi kuta boshladi. Buni hatto oyisiga asta shipshidi. Ammo sovchilar hali deganda kelavermas edi. Asror bilan yana uchrashdi. Endi Asror oilaviy sharoiti og'irligi tufayli to'y qila olmasligini dangal aytdi. Gulnoradan uydan pul olib berishni so'radi. Qiz esa unday qila olmasligini, ammo inninga oilaviy Samarqanddagi ammasinikiga to'yga ketishlarini va uyda hech kim bo'lmasligini, pul qayerda turishini ham tushuntirdi. Axir bu harakat muhabbati uchun bo'lyapti. Qo'ynidan to'kilsa qo'njiga, uydagi pul o'z qizlari uchun ketadi-ku. Gulnoraning oila a'zolari to'yga ketishdi. Ammo otasi Mahmud aka qo'shninikiga chiqib, unga uydan boxabar bo'lishini tayinladi. Yarim tunda Asror bir o'rtog'i bilan Gulnoralarning uyi eshigini yasatilgan kalt bilan ochdi. Asta kirib pul turgan joyni qidira boshladi. Shu payt hovlisiga chiqqan ro'para qo'shnisi Mahmud akaning uyda chiroq yonganini ko'rib qoladi va hayron bo'ladi. Axir kalt tunda-ku. U kaltni olib asta eshigini ochib kirgach, xonada o'g'irlik qilayotgan o'smirlarni ko'radi va baqirib yuboradi. O'zidan qo'rqqan Asror qo'lidagi bolg'a bilan Mahmud akaning boshiga urib, do'sti bilan qochib ketadi. Erta tongdan g'ala-g'ovur boshlanadi. Qo'shnilar Gulnoralarning uyida o'lib yotgan Mahmud akani topib olishadi. Jinoyat ishini o'rganish davomida asosiy aybdorlar Gulnora va Asror ekanligi aniq bo'ladi. To'y orzusidagi kelin va soxta kuyov jazolanadi. Asror ancha yilga qamaladi. Ammo Gulnora uchun eng katta jazo qo'shnisining bilvosita
qotiliga aylangani bo'ldi. To'y orzusidagi kelin va soxta kuyov jazolanadi. Asror ancha yilga qamaladi, ammo Gulnora uchun eng katta jazo qo'shnisining bilvosita qotiliga aylangani bo'ldi. Ota-ona bosh ko'tarolmay boshqa joyga ko'chib ketishadi, ammo Gulnora faqat his-tuyg'u emas, aqlga quloq solish kerakligini, ota-onasi esa bolani faqat moddiy emas, ichki dunyosi bilan qiziqishi, uning do'sti va sirdoshiga aylanishi kerakligini tushunishdimikin? Hissiyot yaxshi albatta, faqatgina u aqlga bo'ysunsin.